Bugun biz ikki xil turdagi to'yimli hamda mazali bo'lgan pitsalarni birdaniga pishirishni o'rganamiz. Buning uchun bizga 500 ml sut kerak bo'ladi. Uni mikrovolnovkada qo'yib isitib olamiz hamda iliq sutiga 1 qoshiq dro'jja qo'shib aralashtiramiz va undan keyin 1 qoshiq shakar solib aralashtiramiz. Undan keyin esa sekin-astalik bilan un qo'shishni boshlaymiz hamda aralashtiramiz. Hamda un qo'shgandan keyin massamiz mana shunday holatda bo'lishi kerak. Keyin uni strich bilan o'rab, iliq holatida sochiqlar bilan o'rab, issiq joyga yarim soatga tindirib qo'yamiz. Yarim soat ichida dro'jja reaksiyaga kirishadi va tayyor massamizga un qo'shib xamir qilib olamiz. Pitsa xamirimizni manniy kurpada yoyib olamiz. Pitsa sousi uchun mayonezni, smetana va tomatni qo'shib, pitsa xamirini ustiga bir tekisda surtib chiqamiz. Birinchi pitsamizni nachinkasi uchun bizga go'sht kerak bo'ladi. Go'shtni olivkovoy massada qovurib, soya sousi qo'shib, dimlab pishirib olamiz. So'ng pomidor, olivka va tuzlangan qo'ziqorinlarni to'g'rab olib, pitsamizni ustiga terib chiqamiz. Ustidan makkajo'xori, tabga ko'ra tuzlangan jalapeno va qirg'ichdan o'tkazib pishloq qo'shamiz. Ikkinchi pitsamiz uchun bizga to'g'ralgan kolbasa va pomidor, olivka va tuzlangan kichkina qo'ziqorinlar kerak bo'ladi. Barchasini ustidan qirg'ichdan o'tkazib mozzarella pishlog'ini solamiz. Ikkala pitsamizni alohida duxovkamizni o'rtasida birinchi pastini, so'ng tepasini 180 gradusga pishirib olamiz. Второй шеф у нас Самир. Обычный повар. Повар. Помощник повара. Bismillah. Ложками, bitta suv to'ldi. Deb qilib. Lekin kitob anaqa bo'lish kerak-da o'ziga. Ha, quyruq bilsan, unida qo'shiqga aytib. Samirdan ham pishiramiz ekan. Qani nima qilay? Yaxshisan-da? Tushunmadim. Chaqongini yaxshisan deb yo'qman, mazasi. Nima? Hamma ishni qilasan-da, shunday. İşte. Kanalga bormay. Boraman. Xalas, kanalga bormay. Ay, bormayapsan. Yuboraman. Kim? Qo'yib boradi? Tanimi? Yo'q. Bu qatnashadi. Yo'q. Ko'rmaydi. Ko'rmaydi lekin. O'ynadi ko'zdan. Nima qilib? Cover your mouth and close your eyes and swallow it and close your eyes. It's in a circle. Yum 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 yum. It's not for dream. Yum 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 yum. Yum 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 yum. It's for the dream. Guys, good night. Kolunu açıyoruz. Çok güzel. Yani power match. Step 2. O zaman temel tutmak için çok basma. Çok yok. Bütün bir şey yok. Bir şey asalım. Hadi. Tamam. Ama İşte. Şey, sonuç değil mi? sen ko'rmaysan deyman-ku. Men umrimda birinchi marta Bunaqa zo'r pitsa yeganman deganlar tam. Bir sira bilasizlar.